Dünya ilim-fen tarixidagi eng mashhur faylasuflar 8-asrdan boshlab islom madaniyati soyasida yetishib chiqdi. Ilim-fen sohasida o'zgacha tadqiqot va kashfiyotlarni borliqqa keltirgan olimlar ilmiy asarlar bilan dunyoning yo'nalishini o'zgartdi. Biz bugun tunishib chiqmoqchi bo'lgan Al-Battani'mi bu o'zgarishda cho'ng tuhfa ko'rsatgan olimlarning biri. Undaqda Al-Battani qaysi sohada ilim-fen dunyosiga tuhfa qo'shdi? Bunga qiziqsangiz, tuvandagi mazmunga diqqat qiling. Muhammad ibn Sinan al-Battani taxminan 858-yili atrofida Furat daryosi bo'yiga joylashgan Battan degan rayonda tug'ilgan. Bu joy hozirgi Turkiya Shanli Urfa viloyati Harran nahiyasiga tava. Dadasi Jabir ibn Sinan shu vaqtdagi astronomiya aslahalarini yasaydigan kishi edi. Kichikligi bu astronomiya aslahalari ichida o'ynash bilan o'sgan Battani butun qiziqishini astronomiyaga markazlashtirdi. Natijada shu davrning eng buyuk astronomiya va matematikshunos olimi bo'lib yetishib chiqdi. U shu davrdagi astronomiya olimlariga qarshi chiqqan cahillarga inson Alloh taolaning borligini, birligini, qudratini va maxluqotlarning mukammalligini astronomiya va boshqa bilimlar bilan texmi yaxshi bilalaydi. Masalan, osmondagi yulduzlar biz yashayotgan yer yuzi va dunyoning harakatlari Allohning mavjudligi va birligining ochiq dalilidir deydi. U astronomiya va matematika sohasining eng cho'ng pishvolaridan bo'lib, uning Furat daryosi vodiysiga joylashgan Riq shahrida bir rasadxonasi bor edi. U bu rasadxonada astronomiyaga aloqador muhim ma'lumotlarni to'playdi va ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Battani ekliptik koordinat yo'nto'liqini bayqab chiqqan bo'lib, u 23 gradus 35 minutga to'g'ri kelganligini bayqagan. Hozirgi zamonda uning matematikalik hisoblash xatoligi 1 minutdan az, taxminan 0.5 sekund ekanligi oshkorlandi. Uningdan boshqa u quyosh yilini 365 kun, 5 soat, 46 daqiqa, 24 sekund ekanligini hisoblab chiqqan. Mana bu Battanining naqadar buyuk olim ekanligi va hisoblashdagi inchikligini emas, ularning ayni chog'da ishlatgan kuzatish aslahalarining naqadar ilg'or ekanligini namoyon qilmoqda. Battani yoz fasli va qish faslidagi kecha kunduzning almish nuqtasini yangidan aniqlab, shamsiya yilining va yil fasllarining uzunligini muqimdagan. U quyoshning ro'shan bo'ling diametrining o'zgaradiganligini isbotlagan va oy tug'ilganda ko'riladigan ahvollarning bayoni haqida nazariyasini o'ttirib qo'ygan. Battani ilmiy hayotining yer midagidek planetlar va astronomiyalik kuzatishlar bilan o'tkazgan. U natijada o'zidan ilgirki nurg'un olimlarning kuzatish jarayonida sodir qilgan yoki yer shariga nisbatan yulduzlarning o'rinlarining o'zgarishi sababli yo'l qo'ygan xatoliklarni tuzatgan. Uning kun tutilish va oy tutilishini kuzatgan nihoyat o'zgacha kuzatish uskunalari bor edi. U astronomiya haqida yulduzlarning harakatlanish ahvolini eng to'g'ri shaklda tushuntirgan Zijjus Sabi nomli mashhur kitobni yozgan. U bu kitobida osmon jismlarining nurg'unlarining harakatini to'liq shaklda xaritalik bayon qilgan. Battani Riqqa va Antakiyada o'zi elib borgan kuzatishlarning natijalari va o'zidan ilgirkilarning kuzatish natijalariga asoslanib yulduzlar muqimdir degan ideya hukm surayotgan bir mezgilda yulduzlar muqim emas, balki harakatchandir degan natijani chiqargan. Mana bu natija astronomiya sohasida bo'sish xarakterlik nihoyat katta natijadir. Battani kitobning muqaddimasida o'z ko'z qarashini mundoq bayon qiladi. Ilmi nujum nihoyat sharafli bir ilmdir. Chunki bu ilm orqali yil, oy, fasllarning vaqtini bilish, kecha kunduzning kam ziyoda bo'lishi, oy quyoshning o'rni va uning tutilishi, planetlarning sayr qilishi, shakllarining o'zgarishi, orbitalarining o'rinlari va uningdan boshqa ahvollar bilinur. Men bu ilmga cho'nqurlash natijasida ilgirki olimlarning nurg'un xato ketgan yerlarini tuzatishga qarab yo'l oldim degan. Battani yana bu kitobi orqali boshqa musulmon va arab astronomlar bilan birlikda g'arbliklarning yulduzlarni arablar qo'ygan ismlar bo'yicha atishining muqimdilishiga, shundaqla g'arbliklarning iste'molida nurg'un yulduzlarning ismlari va astronomiyaga oid 160 ga yaqin arabcha atalg'uning bo'lishiga sababchi bo'lgan. Olim Battanining Zijjus Sabi nomli asardan sirt astronomik bo'lmalar orasidagi yulduzlar haqidagi bilimlar, o'linish miqdorlarini tahqiqlash haqida risola, Petlomning 4 maqolasiga sharhi, qayta muqimdalgan Kavkabiston, ya'ni yulduzlar olimi, qatorliq olamshunoslik va jo'g'rofiya sohasida nurg'un asarlarni qoldirgan. Uning asarlari hozirgi kunimizga qadar asli manba sifatida murojaat qilinadigan asarlardan hisoblanmoqda. Deb o'tganimizdek Battani astronomiya ilmida kamolatga yetgan bir olimdir. Ya'ni nurg'un tarixchilar uni Sifrat Tirgun
astronomiyasining otisi deb sifatlaydi. Battani shu davrida yer sharining yumaloq ekanligini bayqagan, har bir planetning tuxumsimon elliptis yo'nalishda sayr qiladiganligini bayqagan tunji shaxs. Marhum Xayruddin Zirikli Al-A'lam nomli kitobida planetlar va harakatlarini kuzatishni to'g'irlash masalasida hech kim Battani yetgan saviyaga yetib boqqan emas degan. Ya'ni shu kitobda Battani, Azimut va Nadir nomli ikki yulduzni tunji bayqagan kishi deb yozilgan. Tarix batlarida Battani yer sharidan Quyoshning eng yiroq nuqtasi, Quyosh orbitasi va uning o'zgarishini bayqagan tunji kishi deb xotirlangan. Battanining astronomiya va matematika ilmlaridagi yuqori o'rnini taqdirlash yuzasidan Oy yuzidagi bir rayon NASA tarafidan Al-Battani o'ymonligi deb atalgan. Battani zolimning zulmini shikoyat qilish uchun Bag'dodga borib, qaytish yo'lida milodiya 929-yili Samaraga yaqin Qasrul Jas degan joyda vafot bo'lgan. Alloh taolodan Battanining insoniyatga qoldirib ketgan ilmiy emgaklarining mukofoti o'rnida abadiy bo'lgan jannati bilan mukofotlashni tilaymiz.